Yo'l bu A punktdan B punktga harakatlana turib, jismoniy bosib o'tiladigan masofagina bo'lib qolmay, balki inson hayot yo'li davomida o'zlashtirgan bilim va ko'nikmalarning yig'indisini metaforik ma'noda anglatuvchi hamroh hamdir. Inson hayot yo'li mashaqqatlardan xoli emas. Umrini yo'l qurilishi sohasiga bag'ishlagan qahramonlarimiz bevosita va bilvosita yo'lga daxldor odamlar. Ular yo'lning odamlari, yo'l odami. Maqsudxo'jayeva Manzura, Toshkent shahrida tug'ilganman. 2006-yil tibbiyot sohasida o'qish uchun qiziqqanligim uchun, chunki ukam, singlim ko'p shifoxonada yotishganga tibbiyot xodimlariga havasim kelardi, ularning ish jarayonini kuzatib. Tibbiyot kollejiga o'qishga kirib, 2009-yil bitirib, 2015-yildan beri shu sohada ish faoliyatim olib boryapman. 5 yildan beri yo'l sohasida, yo'l qurilish sohasida, tibbiyot xonasida hamshira lavozimida ishlayman. Men bu sohada ishlayotganimdan juda ham xursandman, chunki yo'lchilarimiz hozir katta ishlarni bajarishyapti. Ularning sog'lig'ini ertalab tekshirib, qon bosimini o'lchab, sog'lig'ida bezovtaliklari bormi, yo'qmi kuzatib, ma'lumot olib, keyin muhr qo'yib xizmat safariga chiqazamiz. Markazimizda tibbiy xodimimiz bor, Manzuraxon. Manzura hammamizni sog'ligimiz uchun jonkuyarligi bilan, mehnatkashligi bilan xizmat ko'rsatadi. Ertalab ishga kelishimiz bilan hammani qon bosimini o'lchaydi. Markazda kimningdir tobi qochsa, Manzura birinchi yordamni ko'rsatadi. U o'zini mehnatkashligi bilan, ishiga jonkuyarligi bilan ajralib turadi. Manzura o'zini xushchaqchaqligi bilan, mehribonchiligi bilan bizani ko'nglimizdan joy olgan. Manzura, har doim ishlaringizga omad tilayman. Shu xodimlarning sog'ligini nazorat qilishda charchamang. Haydovchilarimiz, mana diagnostika bo'limimiz bor. Ular xizmat safariga bir ketishganda haftalab ketishadi. Ularning sog'lig'ini nazoratda ushlab turish, qishi sovuqida, yozi chillani issig'ida ish jarayonida ular doimo sog'lig'idan xabardor bo'lib turaman. Shu orqali shu sohaga o'zimni ozgina bo'lsa ham hissam qo'shilayotganidan xursandman.
markaz binosiga ertalabdan kirib kelishim bilan boshqacha pozitiv kayfiyat paydo bo'ladi menda, chunki bu yerda ishlayotgan har bitta ayolni o'zimni opa-singlimdek, aka-ukamdek ko'raman. Biz bitta oilamiz ahillikda ishlayapmiz. Ularni shu yillar davomida sog'lig'ini kuzatib borganligim sababli nima kasalligi bor, nima kasalligi moyilligi bor, nima dorilar ularga reaksiya berishi mumkin, har bittasidan xabardorman. Markazda xodimlar salomatligini doimiy nazorat qilish bo'yicha tibbiyot xonasi tashkil qilingan. Tibbiyot xonasi bo'limida shu Manzura ismli hamshira qizimiz faoliyat ko'rsatadi. Ertalabdan davleniyalarimizni o'lchaydi, keyin bizga yaxshi kayfiyat ulashadi. Keyin ora-orada shu qistalgan paytida unga murojaat qilishimiz mumkin yoki o'zi ham ora-orada kelib bizdan xabar olib turadi. Bu yaxshi, albatta, bu sog'lig'imizga bo'lgan e'tibordan biz minnatdormiz. Mani 3 ta farzandim bor. Men yo'l sohada ishlayotganini ko'rib, hattoki farzandlarim ham shu sohaga qiziqib qolgan. Katta qizim nasib qilsa bu yil maktabni bitiradi. Shu yo'l sohasida o'qimoqchi. Men xohlardimki tibbiyot sohasida o'qib ishlashni, lekin u ko'proq yo'l sohasiga qiziqyapti. Bilaman, yo'l sohasi qiyin, mashaqqatli, lekin farzandimni tanlovini men qo'llab-quvvatlayman. Tabassum yarashar ayol yuziga, quloq tuting gar g'am cheksa oxiga. Ayolni qadrlang, ayolni asrang, aslo ozor bermang ayol zotiga. Axir ayol ona, mehribon singil, gar ayol bo'lmasa to'lmaydi ko'ngil. Ayol qalbi nozik, misoli bir gul, aslo ozor bermang ayol zotiga.